Assalomu alaykum. Rolikni ko'rib bo'lganingizdan so'ng like bosib qolishingizni so'rab qolaman. Xohlasangiz bunday qilib bosing, xohlasangiz bunday qilib bosing. Va biron bir kommentariy yozib qolishingizni iltimos qilardim, sababi bu YouTube'da rolikda rivojlanishiga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida mana shu apaga o'xshab qiynalib kelib, yaxshi bo'lib ketib, rahmat aytib ketishiga, boshqa kasallarga ham imkon yaratgan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Yaxshi yetib keldingizmi? Yo'l ham charchatdi, og'riqlar ham charchatdi, tinkamni quritib qo'ydi. 4 soatda keldik. Ha, Mahmudova ismingiz nima? Makluba. Makluba opam. Tak, tug'ilgan 56-yil. Og'riq yaqindan kuchayib ketdi-da, qiynab qo'ydi. Og'riq qayerga beryapti? Hozir siz grija bilan kelyapsiz, to'g'rimi? Tizzam ham ozgina og'rardi. Tizzamga noyabrda lechini oldim. 6 oyda, 1 yilda tizzangizga olasiz dedi. Grija qiynayapti. Yaxshi bo'lib qolasiz, xudo xolasa. Mayli, yaxshi bo'ling. Juda charchatdi og'riqlar. Tak, L1 L2da Shu chap tomonimdagi yomon og'riyapti. L3, L4, L4, L5 protruziya bor 3,5 mm. 4 ta dedi-da grijani. Xo'p, hozir. L2, L3. L2, L3da 4 mm ekan. Farq ekan-ku. Mana og'riq haqida gapirib bering. Qancha vaqtdan beri kasalxonada bezovta bo'lyapsiz? Ancha bo'ldi. Oy, yil. Yildan o'tdi. Og'riq bo'lgan. O'sha vodniyga tekshirtirganimizga qancha bo'ldi? Faxriddin men boruvdik. Vodniyga boruvdik-ku. Yo'q, grija chiqazgan, 2 ta chiqazuvda Faxriddin. Unda 2 ta duvda. Keyin Toshkentga yanvar 12sida bordim. Operatsiya qildiramiz dedi. Men operatsiya qildirmayman dedim. MRTga tushganimda 4 ta deb shunaqa dedi, operatsiya qilish kerak deb. Endi hozir og'riq ayniqsa belimda kuchaygan, grija oyoqqa ham yomon og'riq berar ekan-ku. Shunday. Yotolmayman, bag'imga, yog'imga ham yotolmayman. Kunimman yuraman, og'riqman yuraman-da. O'rningizdan bitta turib, bu yoqqa bir o'tirib ko'rsatingchi. Bu yoqqa turing. O'tirolmayman-da. Oyog'imchi. Shart emas o'tirish. Asta bunday engashib ko'rsatingda, qayergacha borayotganini ko'raydi. Engashib turaymi? Yo'q. O'tiraymi? O'tirib ko'rsatasiz. O'tirmoqchi bo'lib harakat qilib ko'ring-da, o'tirmoqchi bo'lib. Qancha darajaga borayotganini ko'ring. Mana oyog'imda qon aylanmaydi-da. Mayli. O'tirolmayman. Bo'ldi. Bu yoqqa qaravering. Kameraga qarang-da, tikka turing. Tikka turing, ha? Endi asta. Va turaversinmi? Tursin, turaveradi. Endi astagina o'tirib ko'rsatingchi, o'tira olasiz. O'tira olarmikinman? Boricha. O'zingizni majburlamang. Bo'ldi. Asta turing. Endi qarang. Turing. Endi qo'lingiz bilan oyog'ingiz uchiga yetishga harakat qiling, engashib. Engashibmi? Mana bunda. Bo'ldi, o'tiring joyingizga. Engashib buni qilaveraman, faqat o'tirishda qiynalaman-da. Oyog'imda keyin necha yillardan baqa oyog'im muzlaydi. U ham bor. Muzday bo'lib qoladi-da. Bir qishga umuman ilimadi hamda oyog'im qalin 3 tadan paypoq kiysam ham qotib qolaverdi. Keyin qon aylanmaydi-da oyoqda. O'sha grija siqqanni hisobidan bo'lsa kerak-da, qon ham aylanmaslik. Bu yerda davolash kurs lecheniya yo'q grijalarga. Tuzalgan kuningizgacha yotishingiz kerak. Yaxshi bo'lib qoldim men, ketishga tayyorman deydigan kuningiz 1 haftada bo'lishi mumkin, 2 haftada bo'lishi mumkin. Mayli, tuzalsam bo'ldi endi, qiynalib ketdim. Tuzaldim men, ketyapman. Tuzalib keyin chiqib ketaman. Menga ruxsat bering degan kuningizgacha bo'ladi. Mayli. Bo'ldi shu. Yotadigan joyingiz, bu yerda 3 mahal ovqati, dori-darmon hammasi, lecheniya hammasi ichiga kiradi bu yerda. Asta-sekin ko'rib, davolab berilaman. Agar ko'rgan bo'lsangiz ishlarimda, nima ko'rmagansiz yo'q. Yo'q.
unda o'zi bu endi birinchi marta ko'rib turibman. yurgan bolalardan ko'rasiz ahvolda kelgani qanday bo'lgani. Ha, 5-6 may. kundan beri yotibdi bitta Xorazmda kelgan. Bo'ldi, aytayotgan gapim shu. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, yaxshi oldim Mahmudova. damlari. Matluba. Matluba 56-yil, Toshkent viloyati, Parkent tumani. Shikoyatingiz, belda og'riq bor, kuchli. Og'riq hozir bormi belda? Yo'q. Rejalari, og'riqlari umuman qolmadi. Yurolmayotgandim-ku. O'rningizdan turib bir ko'rsatingchi. O'tirib turing. Boyanga o'xshab Ha, o'tirib ha. turayman. Bo'ldi ana, o'rningizdan turing. Qayerga og'riq beryapti? Hı. Og'riq qayoqqa berdi hozir o'tirib turganingizda? O'tirganimda mana shu tizziga beryapti-da. Aha. Kelganingizda qanday edingiz? Hozir ketayotganda qandaysiz? Hozir yaxshiman. Rejalari, og'riqlari ham qolmadi. O'sha Qolmadimi, qoldimi? yo'q, qolmadi. Og'riq. 4 kun, 5 kun o'tgandan keyin mashtumda yomon og'riq bor edi, Faxriddin. Men orqamda bor edi. Betlardagi ham ketdi. Bu salgina uni qilayotganim, mana shu tizzamniki. Tizzangizga o'zi alohida Tizzayi. narsa. Men u kasal buklanadigan joyga og'riq beryapti-da, tizza. Yemrilish Hozir chiqardi. yuryapsiz, ha? Turayapsiz, o'tirayapsiz, yuryapsiz. Uyda qanday edingiz, bu yerda qanday bo'ldingiz? Bu yerda yaxshiman. Rahmat sizga. Shunchalik tuzatib qo'ydingiz. Agar 3-4 kun kelmaganimda yotib qolardim. Devorlarni ushlab yurardim-da o'yda. Tikka yurolmasdim, men unda yengashib qolgan edim. Zo'rg'a devorni ushlab yurardim. Mana hozir bemalol yuryaptim, faqat mana shu tizzamni salgina unaqasini hisobiga hozir yaxshiman. Keyin men yotganimda yag'imdan bag'imga girejani hisobidan ag'darila olmasdim. Yonboshlab yota olmasdim. Hozir yotishlarim ham yaxshi, uyqularim ham yaxshi. Uyqu yo'q edi. Og'rig'i hisobiga. Hozir yaxshiman. Parkent uzoqqa. Ha, uzoq. Afsuslanmayapsizmi bu yoqqa kelganingizga? Nima Bu qilganingizda? yoqqa kelganingizga afsuslanmayapsizmi? Yo'q. Shunchalik tuzaldim-ku. Aytdim-ku, rosa men Toshkentga borganimda ham yanvar 12sida borib 8 kun yotdim. Kelgandan keyin yana 3 kundan keyin o'sha shuncha lechinalarni olganman. 3 kundan keyin ham qo'zg'alang bo'lib ketdi-da. Qayerga borib yotdingiz Toshkentga? Toshkentda Qazi mahallasi bor ekan-ku. Qazi mahallani oldida ishkalat fabrikasi bor ekan. O'sha yerda yotdim. Ishkalat fabrikada emas-ku, endi bu yerda Banisa nom bordir. Yo'q, Banisani oldida o'sha ishkalat chiqazadigan fabrika, unaqa zavod bor ekan. Zavod deydimi, fabrika deydimi? O'sha bor ekan. Banisani nomini bilmaysiz. Qazi mahallasi deb qo'yuvdi. O'shani oldidagi Banisiga shu kecha taksichimiz olib bordi. Nima baloydi ham Banisani, bir balo nogironlar Banisasi degdimi deyman. Ha, mayli. Ha, o'sha yerda yotdim. O'sha lechinalarni ham ancha oldim. Professori ancha qarib qolgan ekan. Yoshi katta ekan. Keyin meni vrach ko'rdi. Girejani operatsiya qilamiz dedi, men lechina olaman dedim. Bir kungina ko'rdim vrachini. 8 kun yotgan bo'lsam, bir kun kirdi oldimga, umuman chiqayotganimda ham yo'q-da. Xurshid deydi oti, doktorlar. Chiqayotganimda ham doktor yo'q-da. Otasi kasal dedimi, o'zi kasal dedimi, faqat bitta medsestra keladi. Qatta Xurshid deyman. Erta keladi, indin keladimi, 8 kunni yotib, doktorni ko'rmay, shuman chiqib ketdim o'sha nogironlar banisasidan. Endi o'zingiz ehtiyot qiling. Og'irmasa ko'tarib qo'ymang. Ha, necha oygacha ko'tarish kerak emas? Endi umuman ko'tarmaydi, nima qilasiz ko'tarib? Yo'q, endi bitta yarimta chelak. Ha, yo'q, u mayli, u mumkin. Mumkinmi shu chelaklarda? Shu mardikorni qilayotgan ishini qilmasangiz bo'ldi. Sal o'zingiz yengil mehnatga urib yurasiz. Ha. Charchab qolmang. Charchasangiz dam oling. Unaqa qilib ertadan kechgacha unaqa tikilib o'tirmang. Burunlari qiyotardim, endi o'zimni tergayman. O'zingizni tergab yuring. Bo'ldi, shu boshqa yeydigan ovqatingiz hamma shunday bo'lishi kerak. Endi men o'ylarda ham bemalol o'tirib, unaqa qilib o'rsam bo'ladi. Bemalol. Bemalol. Hammasiga ruxsat. Mana hozir oydaysiz.
Ha, Mana mayli. qo'limdan Shu kelgancha qildim. aytganlaringizni qilaman endi hammasini. Azobini rosa ko'rdim-ku. Necha yildan baqa bu Grijani azobini juda ko'rdim man. Ha. Rahmat sizga shunchalik. Balalaringizni rohatini ko'ring. Nevaralari, evara chevaralari to'ylarini ko'ring. Yuzlashib yuring ayolingiz bilan. Amin. Mehnatimdan rozimisiz? Roziman, hammasidan roziman. Xarajatingizdan rozimisiz? Ha, roziman. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasa yaxshi yetib oling. Xo'jayingizga salom deb qo'ying. Hozir telefon quvdi. Endi ertalab gaplashib beradigan bo'ldi. Taksi ichiman gaplashib olamizda, keyin sizga telefon qilaman dedim. Xo'p, sog' bo'ling.